Sizlar bugun sizlar bilan insonda yo jism nafas yo'llariga kirgan birinchi yordam ko'rish foydalari bilan tanishib o'tamiz. Bu 3 xil ko'rinishga bo'lishi mumkin. O'rta holatdagi va semiz insonlarda va bolalarga alohida yordam ko'rish tamoyillari bor. Birinchi, nafas yo'liga yo jism ketgan inson nafas yo'llarida tiqilish hosil qilib, yo'tal paydo bo'ladi. Yo'tallar keyin ikkita nafas yo'llariga tiqilgan bo'lganda bo'g'ilganday bo'lib holatlar keladi. Keyin sekin siyanoz holatlari ko'tarish bo'ladi insonga. O'sha holatlarga bizlar kasal orqasidan kelib skapula o'rta sohasidan qo'limiz bilan 5 marta urishimiz zarur. Agar bu ham yordam bermasa, bizlar yana usulimiz, ya'ni kasalni orqa tomondan kelib, sternumni xanjarni sumkasiga barmoqlarimizni birlashtirib, ustidan ikkinchi kaftimizni qo'yib, yana usulni qo'llaymiz. 5 marta qisib diafragma muskulini yuqoriga ko'taramiz. Shu holatga agar kasaldan yo jism chiqib ketishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Agar ehtimoli bo'lmasa, unga nafas yo'llari va yurak massajlarini qilishimiz kerak. Agar katta insonlarda, ya'ni gavdasi katta insonlarda bizlar yo jism kelgan paytda bizlar orqa sohasidan kelib uni qisishlab qo'yishimiz yetmasligi mumkin. O'sha uchun ko'krak qafasini to'rt suyak o'rtasidan bosib chiqarishimiz mumkin. Agar bu narsalar ham yordam bermasa, yurak va nafas reanimatsiyasini, yurak reanimatsiyasi mashqlarini bajarishimiz kerak. Endi bolalarga bunday qilish ehtimoli juda qiyin bo'lishi kerak, chunki bu yerdagi suyaklar nur bo'ladi, sinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin a'zolari kichkina bo'lgani uchun bu a'zolarni ezib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun qo'limizni ikkita oyoq o'rtasidan pastki jag' suyagini pastga ochib, tizza sohamizga qo'yamiz. Va orqasidan 5 marta ikkita kurak suyakning o'rtasidan 5 marta, ya'ni skapulani uramiz. O'sha paytda agar yo jism chiqqanligini qo'limizda yoki yerga tushganini bilishimiz mumkin. Agar bu hech qanday chiqmagan bo'lsa, bunday holat bo'lib nafas yo'lini tekshirib ko'ramiz. Agar bu yerdan qo'ygan yoki jism bo'lgan bo'lsa, olishimiz mumkin. Keyin to'sjakning o'rta sohasida ikkita barmoq bilan bosib havo bersak ham mana bu yerdagi nafas yo'llaridan tashqariga chiqishi mumkin. Agar yana nima qilib, yana keyin to'syak kurak suyagini 5 marta urishimiz mumkin. Agar nima qilmagan paytda yurak reanimatsiyasini qilamiz.